Dodam yoshlari 75 yoshda bo'lgani uchun biz yurak operatsiyasini o'tkazishga ozgincha qo'rqib turdik. Assalomu alaykum hammaga. Biz mana 75 yoshli dodamni operatsiyalarni yaxshi o'tkazib oldik. Dodamni 20 yildan beri yuraklari bezovta qilib kelardi. Doimiy doktor nazorati ostida davolanib yurardilar. Shunga qaramasdan dodam oxirgi bir hafta ichida ahvollari juda og'irlashib qoldi. Dodam yuraklarida birdaniga siquvchi og'riq paydo bo'ldi, nafas olishga qiynalib qoldilar. Dodam ahvollarini ko'rib biz skoriy chaqirdik. Vohidov nomli xirurgiya markazidagi doktor Oybekani oldiga biz keldik. Oybek bizani juda yaxshi kutib oldilar. Dodamni tekshirib, yurak operatsiyasiga maslahat berdilar. Oybek bizga operatsiya qilsa nima natijalarga kelishini, operatsiya qilmasa nima asoratlari bo'lishini bizga tushuntirib o'tdilar. Dodam ahvollari juda yaxshi. Operatsiya bo'lib chiqqanlariga 3 kun bo'ldi. Bemalol oyoqda yuribdilar. Doktor Oybek aka biz oilamiz nomidan juda katta rahmat aytmoqchimiz. Oybek akamning qo'llari juda yengil, juda yaxshi inson ekanlar, samimiy inson ekanlar. Kimdir agar yurak operatsiyasini o'tkazmoqchi bo'lsa, shak shubhasiz men Oybek akani tavsiya bergan bo'lardim. Oybek aka juda ishonchli, malakali doktorlar.